Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Namangan viloyati Toshbuloq tumaniga yetkazib beryapmiz. 550 markadagi seminda quyilgan gazabloklarni. Gazabloklarimiz razmeri a'lo darajada. Hammasi zo'r, sifati zo'r. Ustakalar xursand bo'lib maza qilib urishadi. Hamma ustalar, ko'pchiliklar olishyapti, xursand bo'lishyapti bizdan. Hop, buni vodiy bo'ylab 17.200 so'mdan yetkazib beramiz. 17.200 so'mdan vodiy bo'ylab 550 markada quyilayotgan gazabloklar. Bu gazabloklar bugun chiqqan. Shu bugun chiqqan. Hop. Qattiqligi joyida bugun chiqqan gazablok. Xohlagan odam xohlagan gazablok bilan solishtirib ko'rishi mumkin. Mahalliy gazablok bilan faqat endi xohlagan deganda avtoklavin ular bilan emas, ular bilan tortisha olmaydi. Ular umuman boshqa texnologiya, bizniki umuman boshqa texnologiya. Ularniki jak pishgan g'ish, bizniki xom g'ish. Ashim bilan bir xil orasidagi farq. Avtoklavin bilan biznikini solishtirib ko'pchilik so'rashyapti. Yo'q, avtoklavin bilan solishtirmaylar biznikini. Bizniki avtoklavin bilan tortisha olmaydi. To'g'risini aytish kerak. Bor gapni. Zo'r miq ushlaydi, u ushlaydi, bu ushlaydi, samarez ushlaydi. Yo'q, hech nima ushlamaydi bu. Miq ham ushlamaydi, samarez ham ushlamaydi akalar. Bor, hamma narsani boshida achchiq bo'lsa, oxiri shirin bo'ladi. Shuning uchun aytaman, bu hech qachon miq ushlamaydi bu narsa. Miq avtoklavin ham kerak bo'lsa, zo'r miq ushlamaydi. Bir marta miq aqabaqa bo'lgandan keyin u orasi zazor bo'lib qimillaydigan bo'ladi. Bu kapalak cho'piga ushlaydi bular. Avtoklavin undan ham zo'r ushlaydi, biznikidan ham zo'r ushlaydi. Bular kecha chiqqan gazabloklar. Holati o'ta a'lo darajada. Hozir bir metr qo'yib o'lchab ham beraman. Ichkarida polna quyib bo'lindi. Bu Toshbuloqqa ketyapmiz, Toshbuloqqa yuklayapmiz. Doim mana shu yuklanganini ololmayapman videoga. Uspet qila olmay qolyapman. Hop, razmerlari mana. Razmerlari 30 ga 20. 30 ga 20. Xohlagan odamga qo'yib beraman. 30 ga 20. Xohlagan odamga razmer qo'yib beraman. Xohlagan g'ishchi mashina qo'yib ber desa kelib qo'yib berayotganmiz, qo'yib beramiz ham. 30 yo 20. Xohlagan aytishgan mashinaga qo'yib ber desa qo'yib beramiz. 30 yo'g'ini 20. 30 20. Razmerlar lekin bir xil. Shu avtoklavin deydimi, boshqasimi deydimi, hammasi bilan shu razmerlar bir xildagi narsa. Faqat bizniki avtoklavin bilan tortishadigan narsa emas. Shu aytib o'tganimda, bizniki xom g'ish, ularniki pishgan g'ish. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, hammalarga kattakon rahmat. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Hop, Raygaz To'raqo'rg'on tuman gaz yonida. Eski 90-avtobazaning ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Nimadir so'ramoqchi bo'lsanglar, yangi ish boshlayotgan akalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Maslahat kerak bo'lsa, maslahat beramiz. Endi zo'rmiz demaymiz, lekin 1,5 yildan 8 yil bo'lib qoldi shu ishni boshlaganimizga, shuning ichida yuribmiz. Qo'limizdan kelgancha maslahatini beramiz. Hammalarga kattakon rahmat, sog' bo'lasizlar. Juma ayyominglar muborak bo'lsin. Oxirida aytib qo'ya, shu esdan chiqib qolibdi. Eng asosiysi hammalarga kattakon rahmat. Mana 7550